Salom. Yaxshimisiz? Kimlarning ovozini eshityapman? Yaxshiman, rahmat, o'zingchi? Yaxshi, rahmat. Nega bunchalik xursandsiz? Nega xursand bo'lmay? Xotiralar bilan suhbat qilish ko'pchilikka ham nasib qilmaydi. Xotiralar? Nima? Men siz uchun xotira bo'lib qoldimmi? Ha, o'tmishga aylangan shirin xotira. Xo'sh, men o'tmish bo'lsam, buguningizga? Menimcha endi buni senga aloqasi yo'q bo'lsa kerak. O'tmishsiz kelajak bo'lmasligini bilsangiz kerak. Ha, o'tmishdagi xotiralardan xulosa chiqarib, kelajak qurish kerakligini bilaman. Men esa o'tmishimdan yetarlicha xulosa olib bo'lganman. Uzr, charchagan ekanman shekilli. Negadir uyqum kelyapti. Yaxshi dam oling. Rahmat, sen ham yaxshi dam ol.